теперь на очереди главный бой вечера. В октагон синий угол. Добро пожаловать, Руслан Барсирикулов, Казахстан. Gecenin asosiy jangi. Ringa dastavval Qozog'iston vakili chiqib kelmoqda. 32 yoshlik sportchi. MMA va erkin kurash bo'yicha sport ustasi. Bir qator turnirlar g'olibi, mahalliy Qozog'iston chempionati g'olibi hisoblanadigan Ruslan Serikpulov shogirdi Ruslan biroz yanglishmovchilik yuzaga kelgan chamamda albatta Ruslan Serikpulovning o'zi chiqib kelmoqda. 32 yoshda aytib o'tdik. Tajribali ringchilardan biri, 30 ta jang o'tkazgan professionallar orasida. Oktagonga Mashhadjon Ro'ziboyev ko'taradi. Yigirma 26 yoshlik jangchimiz Andijon viloyati Shahrixondan grappling, aralash jang san'atlari va qo'l jangi bo'yicha sport ustasi. 16-4 rekordiga ega bo'lgan Nodir Qodirov shogirdi Black Junior
Mashrabjon Ro'zaboyev. Black Junior, Mashrabjon Ro'zaboyev. Hayajondan nigohlari sezilib turibdi. Итак, дорогие друзья, дамы и господа, первый совместный турнир по ММА Web Pro Fight Plus Patriot Fighting Championship Андыжон Шахрхон маркази стадионында главный бой вечера. И вот они! Первый сильный. Ему 32 года. Он кандидат в мастера спорта по ММА и по вольной борьбе. Профрекер от стадии 16 Галаба представляет спортивный клуб Барс Казахстан Алматы. И вот он, Руслан Барс Серикулов. Бойцу 26. Тренер Нодершох Кадыров. Он мастер спорта по ММА, по грэплингу и по рукопашке. Профрекер. Егерма Таджань, 16 Галава представляет спортивные клубы Узб Патриот, Ахмат, Андыжон, Шахрхон, Узбекистан. Mashrabjon Black Junior Рефери в октагоне. Лучший рефери по версии ATFC Наманган Чорток Иссатулла Шарипов. Izzatilla Sharipov jang referisi ITFC promotionning eng yaxshi hakami deb topilgan. O'z ishining ustasi. Bo'y borasida kichik farq bor. Mashrabjon balandroq, qariyb 9 santimetrga. Rasman ma'lumotlarga ishonadigan bo'lsak, omad tilaymiz albatta. Omad tilaymiz yurtdoshimizga.
Nokautlar kunida bitta jang 3 raund to'liq davom etdi. Kamdan kam uchraydi bunday holatlar. Deyarli barcha janglar muddatdan avval yakuniga yetgan edi. Qo'l zarba yana kiryapti. Ikkinchi zarba ham o'ta takedown aynan Qozog'iston vakili tomonidan amalga oshirilgan. Nazoratni yo'qotish kerak emas, ushlash kerak raqibni. Nursulton odatdagidek bir joyda tura olmayapti. Slam amalga oshirishga harakat qilyapti, ammo bermayapti imkoniyat. Bog'ladi raqibni mahkam. Va zarba berish imkoniyati bor mana bunday vaziyatda. Qo'lni bog'lash kerak albatta. Qo'lni va mana bunday kamdan kam uchraydigan ortish usuli amalga oshirishga harakat qilyapti. Kerak emas deb aytib o'tdi Nursulton Ro'ziboyev, chunki kuch sarflanadi bu usulga. Mahkam bog'lab olgan raqibini. Agar qo'lini ham yerga o'tkazadigan bo'lsa va tik turgan holda jang davom etadi. Chunki faollik bo'lmadi. Jangni kuzatishda davom etamiz. Qo'l zarba, low kick. Daydi zarbadan ham ehtiyot bo'lish kerak. Bo'y borasining ustunligidan unumli foydalanyapti Black Junior. Konsentratsiya nigohda ko'rinib turibdi har ikkala sportchida. Low kick. Serikulovdan. Yana bir low kick. Qo'ldan tashlandi. Mana bunday himoyalangan jangchi. Yana bir low kick. Yana bir low kick va yana takedown amalga oshiryapti. Va yana bog'lash kerak endi raqibni. Ikkinchi qo'lini ham ushlab olish kerak. Ammo chiqib olyapti. Mana endi bog'ladi. Qanday bog'layapti Mashrabjon raqib. Gard vaholanki. Gard ham emas. Tizada zarba bermaslik uchun oyog'ini cho'zyapti va mahkam ushlab olgan. Va pot holati ekanligini bilgan holda hozir Zatila Sharifjon sportchilarni turg'azyapti. 2 daqiqa vaqt qolyapti. Zarbalarga tayangan holda jang davom ettiryapti Mashrabjon. Kuchli low kick. Ilib oldi. Bu nokaut. Qadrli do'stlar. Qanday og'ir tizzada hozir parvoz etdi. Mashrabjon Ro'ziboyev parvoz etdi. Fantastika. Nursulton Ro'ziboyev xush ko'rgan usullardan birini amalga oshirdi. Mashrabjon Ro'ziboyev darhol g'alabasini Mirgaytni nishonlashga ketdi. Qanday parvoz etdi. Mana shu vaziyatni kutilgan edi. Kuchli zarba. Nursulton Ro'ziboyev egasining yoniga keldi. G'alabasini nishonlash uchun. Qanday parvoz do'stlar. Bizga albatta hozir birozdan so'ng takroriy lavhalar namoyish etib beriladi. Takroriy lavha deylik namoyish etib beriladi, chunki boshqasi kerak emas. Mana shu parvozning o'zi. Yana bir bor. Parvoz. Va g'alaba. Aniq tizzaga. Nursulton Ro'ziboyevdan mana shunday zarbalar ko'rganmiz. Keyin MVP Page
Bellator jangchi tanishning sudda jang olib borishni yaxshi ko'radi va Black Junior. Mashrabjon Ro'ziboyev. Ajoyib kechaga ajoyib yakun yasab beryapti. Ro'ziboyevlarning kishiga Mashrabjon va taqdirlash. G'olib nomini rasmiy e'lon qilingan palla ham keldi. Shahrixon markaziy o'yingoh albatta barcha xursand. И победитель главного боя вечера Mashrabjon Black Junior. Mashrabjon Ro'ziboyev. Nodir Qodirov shogirdi. Kichik Ro'ziboyev